seni milyardingdan zo'r. Shu millioning, milliarding go'rga kirmaydi sen bilan. Menga namozim kiradi. Tulponi tepasida qolmaydi, talash bo'lib boshqalar o'marib ketmaydi. Sajdam, rukuyim, salovatlarim, hamdlarim, sanolarim g'arimmassan deb qorong'u go'rimni nurlantirib, eng yaqin do'stim bo'lib men bilan birga bo'ladi. O'g'illarga bino qo'yma, oshna og'ayniga bino qo'yma, mansabdor do'stlaringga ishonma. Puf aytib joning chiqqanda bittasi bag'riga yoningga kirmaydi, oro bo'lmaydi. O'qigan namozing milliard puldan afzal bo'ladi. Tutgan ro'zang, qo'lingdan kelganda qilgan sadaqang, yaxshi amallaring bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada turgan holatidir. Banda xursand bo'lsin, Allohga eng yaqin bo'lgan nuqtaga erishdi. Ana endi so'raydiganini so'raversin, xorlik zorida va Robbisiga yaqin bo'lgan holida. Mana bu narsalar hammasi demak bizning qalbimizdan o'tishi kerak. Butun vujudimizdan o'tishi kerak. Ruhimizdan o'tishi kerak. Azon aytilyapti. Azon nima? Chaqiriq. Azonni eshitgan banda deydilar mashoyixlar, qiyomatda chaqirig'ini esga olsin. Qiyomat chaqirganda hamma har tarafdan mahsharga gurullab keladi. Azon chaqirganda hamma bandalar gurullab masjidga yig'iladi. O'sha mahshargohga nimaga borardi? Hisob kitob bergani borar edi. Nogiron bola masjid tomon kelyapti. Har kuni masjidga qatnaydi. Gohida masjidga yetib olish uchun o'rmalashga to'g'ri keladi. Qiynaladi, charchaydi, lekin takbiratul ihromni o'tkazib yubormaydi. Bomdod namozini ham masjidda o'qishni qattiq xohlaydi-yu, lekin oilasidagilar salomatchiligi uchun ruxsat bermaydilar. Hammasi faqat shu deb o'ylaysizmi? Yo'q. Balki bu bola birinchi safda namoz o'qishga juda ham harisdir. Masjidga erta kelib Qur'on o'qib o'tiradi. Shuni o'zi bilangina kifoyalanmasdan har kuni shomdan keyin masjid zinapoyalariga osilib, qiyinchilik bilan ikkinchi qavatga chiqadi. Qiziq, ikkinchi qavatda nima bor? Qur'on yodlash halaqalari bor. Bu bola shol bo'lishiga qaramay, qiynalib gapirsa ham Robbisining kalomini yodlashga harakat qiladi.